Assalomu alaykum. Sof kotllardan yana bir obyektimizga o'rnatib uстановка qildik. Zakrytiy sistema bo'lgan. Hozir bu yerda katenni xona qilar ekan, shuning uchun morsini до конца chiqarmadik. Timoxodda 6 metrga komplektimiz bor. Regulyator tegamiz, o'zi avtomatik suvda haroratiga qarab hozir zaslonkani ochib yopadi. Ushbu xonadonimiz 75 kvadratga mo'ljallangan. Bizda esa Soft Comfort 20 modeli 160 kvadratga mo'ljallangan kotel olganmiz. Keyinchalik bu yoqqa bitta xona qilib qo'shamiz dedi. Tupli pol ham radiator qo'shamiz dedi. Tupli polni evaziga biz 2 karra hisoblaganmiz. Bosimimiz 1.2 ni ko'rsatyapti. Haroratimiz 55. Sirkuляционный насос, грязик, это обратный клапан, инсилифlarimiz. Sof kotyallari hozircha ishonchda oqlayapti.